Bunlar ham shunday 30 turibdi lan vaqtni. Sababi men vaqt 30 berdim o'rtada. Gap mükemmellik haqida ketib turibdi. Ya'ni shu perfeksionizmdan kasallik. Men dim ko'p vaqtlar planlashtirib yuraverdim. Video olaman, ibyolarda video olaman, onnet video olaman deb planlashtiraverganim sari vaqtdan o'tib turganimni bilmay qolman. Hozirgi kunda kim eng zo'r dim kastini aytgan utadi emas. Hozirgi kunda ham konstitutsiyon bo'lishi kerak, ham strategiyam bo'lishi kerak, ham desa doimiylik bo'lishi kerak va eng asosiy narsa bu tezlik. Kim birinchi aytsa, qaysidir ishni shu tutib turibdi. Tezlik dim muhim narsa bo'lib turibdi. Demak, siz video olishda, pul topishda, Instagramni rivojlantirishda mukammallikni xohlab turgan bo'lsangiz, vaqtdan 30 berasiz. Vaqt o'tib yotibdi, kontent chiqarish kerak. Harakat eting, ko'p kontent chiqarish, harakat eting, sifatli kontent chiqarish. To'g'ri, boshda sizda sifatli chiqmaydi va bu tabiiy hol. Son bir kun kelib sifati aylanadi. Siz vaqtdan 30ganingizdan ko'ra sifati sal mundoq bo'lsa ham video chiqib turgani yaxshi. Siz har video chiqarganingiz sari sifatini yaxshilab boraverasiz. Mendan shuni inadi, avval ko'p planlashtirdim, lekin ko'p vaqtni 30 berdim. Hozir vaqtdan 30 maslik uchun maksimum imkoniyat paydo bo'ldimi, men shu o'zimda video olishga harakat qilaman va shuni Instagramga tezlik bilan qo'yaman. Va bu narsa menga yordam berib boshladi.